Assalomu alaykum obunachilar. Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun Qoratepadagi obyektimizga kelganmiz. Xo'p, bu yerga 1200 ta g'isht zakaz qilishgan. Hozir o'zim kelib qoldim, bitta obzor qilib boramiz. Mana ko'rishingiz mumkin, o'sha g'ishtlarni 7-8 qator urib qo'yishgan, cho'tki holatda. Xo'p, bir burchakdan boshlaymiz bo'lmasam. Manzilni aytib o'tsak, hop, Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Bo'tqachi degan mahallada video qilyapmiz. Hop, endi bugungi kunga 18-mart 2025-yil. Hop, gazabiloylar mana shu holatda. Ko'rishingiz mumkin mana. Tana holatda kelib tushgan, urilyapti. Bugun 2025-yil 18-mart holatiga gazabiloylar 18.000 so'mdan yetib keldi. Hop, bizni manzilni bilasizlar, Farg'ona viloyati Toshloq tumanida. Hop, endi obzorni boshlaymiz. Hop, bu yerda bitta katta mehmonxona podvali bilan o'rtadan koridor ketgan. Keyin old ayvon bilan bitta xona bor. Shunday proyektda tushgan. Bu yerga o'sha aytganimizdek 1200 ta g'isht hisoblashgan. Hozirda mintasi olib kelindi. Yana 100 ta 50 ta tepapasi bo'ladi. Mana o'sha oldingi yangiligimizdan qilib urishyapti mana. Tumbali varianti. Bu apparatimiz berganmiz, o'zlari ochib olishgan. O'zlari ochib olishgan. Endi bu yoqda bu yerda sanuzel bo'lgan. Bu yoqda ham o'shalar urilib kelyapti. Xo'p, ishlar holati o'ta ideal darajada yetib kelyapti ekan. Men o'zim bugun birinchi marta olib keldim. Ko'rishingiz mumkin. Tana holatda mana burchaklari ham ancha-munchaga uchib ketmaydi. Bu yerda ham, bu yerda ham. Hop. Uyda xonasi 1, 2, 3, 4 xona hisoblasak ham 1200 ta gazablov ketyapti. 18.000 so'mdan hisoblasak 18 million, keyin 200 tasi 3.600.000. 21 million 600.000, 1 million kelasi yo'q. 22 million. 22,5 millionga shu uyimiz sesma holatigacha bityapti. Sesmasi ham tepada sesmasi quyiladi, kolonnalar quyilmaydi. Nimagaki? Kolonna shular. 3 ta armaturani tashlaydi, betonni quyib qo'yaveradi. O'zi apalavka vazifasini bajaradi, hamda chekkalari hali apalavka qo'yib yubormaydi, boshqa bo'lmaydi. Burchaklari chiqib ketib qolmaydi. Mana hozir yangi kelgan ishlarning holatini ko'rsataman sizlarga. Mana ko'rishingiz mumkin, avtomat reskada kesilgan. Razmerlar cho'tki, xudo xolasa izolat qilgani yo'q. Hop, bizda kilolar ham bor. Kimga kerak bo'lsa, mana 20 kilo, 25 kilolik kilo. Narxi buni ham 18.000 so'm. G'isht bilan narxi bir xil yetib kelishi. Hop, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganlarimiz hozircha shular. Obunachilar bittadan laykni bosib qo'yasizlar. Yuqurmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Layk bossalar hech qanaqa pul hisoblayindan hech narsa ketmaydi. Prosta video tarqalishiga sababchi bo'lib qolasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.